Assalamu alaykum savoqdoshlar. Bugungi so'zlangan darsimiz 2 soatlik darsmish. Programma dastlabki bilimi. Bu dastlabki bilim degan chog'da endi men shu kurs qatnashgan barliq savoqdoshlarniki mayli shu programma asos bo'lgan bo'lsin, burun yoki programma asos yo'q bo'lgan bo'lsin, Java tilidan dastlabki bir programma bilimlarini yetkazishni maqsad qilgan. Nimishga desanglar biz keyingi Android API jarayonida asosiy qo'llanadigan tilimiz Java tili. Mayli bu tilniki hamma ig'izlarni, hamma API'larni, hamma yerlarni ishlatib ketmasakmi, cho'qim Java tilidan bir asos bo'lishi kerak. Java tiliniki grammatik qoidasini, qonuniyatini tushunish kerak. Hamda bu programmada dastlabki bilim degan chog'da buni nimalar so'zimda desanglar, bir programma nimalardan tashkil topadi. Analitik programmalardagi sonliq sifatlar, o'zgarguvchi miqdorlar, turaqli miqdorlar, funksiya, analitik ko'p qo'llanadigan masalan belgi miqdorlar deb qo'yamiz, harf belgi miqdorlar deb qo'yamiz, ya'ni string, analitik interface deb qo'yamiz, ig'iz masalan har qaysilari ta'minlagan. Analitik menjan deb qo'yamiz, bu nihoyat muhim qismi, bu obyektiv qo'yilgan qism. Bu hozirgi mesela şu menjan deb qo'yib nurg'un mesela C# deydi, Java deydi va yoki boshqa tillar deydi. Shularni hammasi menjan deb obyektivga yuzlangan til bo'ldi. Bu hozirgi eng moda bo'layotgan ham eng muhim bo'lgan bir programmaniki muhim bo'lgan bir qismi bo'lib qoladi. Tövendeki qaraydigan bo'lsak, oddiy bo'lgan program tushunishi. Tövendeki bu qaraydigan bo'lsak, bu program asosi bo'lgan bir qarabli bo'ladi. Masalan, yuqoridagi mesela C tilida ma'lum bir so'zlikni, ma'lum bir uchurni chiqarishi ekran yuziga. Va astidagisi bo'lsa, buniki hamda ma'lum bir uchurni Java tilida ekran yuziga chiqarishi bo'ladi. Buniki qaraydigan bo'lsak, ma'lum bir funksiya qismi, bu funksiyani ism bo'ladi, andan chiqariladigan buyruq bo'ldi, chiqarilmoqchi bo'lgan so'zlar bo'ldi deganda qatardek bir qator uchurlar bor. Mana buni qaraydigan bo'lsak, endi bu C# tilida ma'lum bir uchurni chiqarish programmasi bu. Qaraydigan bo'lsak, endi buni ma'lum bir uchurni ekran yuziga yozib chiqaryapti. Endi shu ekran yuziga uchur yozib chiqayotgan 3 xil program tildagi o'xshashlikni tepib chiqadigan bo'lsak, hammasida shu main degan bir funksiya bor. Shu funksiya ismi main bo'lgan bir funksiya bor ekan. Hammasiga qaraydigan bo'lsak, main funksiya bor ekan. Endi bir programmaniki oddiy bo'lgan bir yuqoridagi program tushunadigan bo'lsak, yuqori programlarda main bo'lsa asos funksiyani ifodalaydi. Cho'qim har qanday bir programma cho'qim main funksiyadan boshlanishi kerak, main funksiya cho'qim bo'lishi kerak. Endi bu main funksiya qaysi o'rinda bo'ladi, qayerda boshlanadi degandek bu narsa endi har qaysi program tili, programning qo'zg'alish har xil usullari qatorliqlar qarta o'xshash olmaydi bu main funksiyaga. Lekin cho'qim har qanday bir programda cho'qim main funksiya bo'lishi kerak, main funksiyadan boshlanadi funksiya. Endi qaraydigan bo'lsak, yuqori qaraydigan bo'lsak, tirnoq ichiga kelib qoldik, mana o'tir tirnoq skop ichiga kelib qoldik buniki. Endi bu nimani ifodalaydi desanglar, bir funksiyaniki gavdasini ifodalaydi bu. Endi Java tilida bo'lsin yoki C tilida bo'lsin, C# tilida bo'lsin, cho'qim bir funksiyaniki gavdasini shu skopning ichiga olamiz, shu o'tir cho'ng skopga deb qo'yamiz, cho'ng tirnoqniki shu skopning ichiga olamiz. Bu hamma tillarda o'xshash bo'ladimi degan chog'da hamma tillarda o'xshash bo'lmaydi. Bu endi masalan VB'da o'xshash bo'lmaydi. VB'da masalan endi deb boshlanadi, endi deb oyoqlashidi. Ba'zi funksiya sub deb boshlanib, endi deb oyoqlashidi. Shunga o'xshash har qaysi program tillarida o'xshash bo'lmaydi bu. Lekin bu Java tilida cho'qim bir funksiya gavdasini shu shu cho'ng tirnoq shu belgining ichiga olamiz. Bir funksiya shu belgidan boshlanib, oxirida shu belgidan oxirlashidi bir funksiya. Endi yuqorqi 3 xil tilda yozgan programmalarniki masalan ijro bo'lgandan keyin natijasi bo'lsa bizga shu ekvibayatim deb aytib ketdim, ekran yuziga ma'lum bir uchurni chiqarib berishadi, biz belgilagan uchurni chiqarib berishadi.
Har qaysi tillarda mesela har qaysi programma tillarda men tövende men tillarda deb olgan ekan bu hali ingliz tili, fransuz tili deb ketmaydi faqat program tilini asos qildi men ham yerdik tillarda demoqchi bo'ldim. Hamda har qaysi tillarda shu ekranga chiqarish yoki ekrandan shu uchurni o'qib berish ambar funksiyalari o'xshash olmaydi. Lekin diqqat qilgan bo'lsak, shu quruqlarga diqqat qilgan bo'lsak, hammasida shu print degan gap jiqaroq uchraydi. Shu print yozib chiqarish degan gap jiqaroq uchraydi. Mal C#nikida mesela write deb yozish, chiqarish, print degandek gaplar jiqaroq uchraydi. Bularniki hamda bir programniki mishnoda nimani bilmaysiz desanglar, bir program tiliniki ham odatda shu ingliz tiliga Tekin bir yaqin kelgan nimishga program yaxshi programni o'rgangichlar cho'qim bir ingliz tili asosi bo'lishi kerak deydi deganda nurg'un narsalar ingliz tilidagi turmushdagi so'zlardan kelgan nurg'un buyruqlar. Hem tövende biz Java tilini ishlatib turib, mesela Java muhitida biz mesela salam Android degan bir gapni chiqarib baqilay qanday chiqadi. Hamda Java tilida qanday qilib Eclipse'ni ichib bo'lgandan keyin qanday qilib bir programni quramiz, Java tilidagi bir programni quramiz. Ama shu package explore degan rayonga 10 knopka chekib Java project degan tanlaymiz. Java projectni tanlab yerga marayonga hamda projectni ismi, marayonga hamda saqlash o'rni, masalan, ma'lumotlar use default location deydi. Biz belgilab bergan mishlar oldingi qitimliq dars so'zlab o'tib ketdim. Bizningki mesela butkul shu proyektlarni turlarini saqlaydigan bizningki xizmat rayonimizga saqlaydi ham o'rnalatdi shu. Agar buni boshqaga saqlamoqchi bo'lib qolsam, shu belgini ilvitib, anandiki bu yerdan boshqa o'zim qolgan mundarijini ko'rsatib qo'ysam bo'ldi. Ba'zi navbatda shu o'zimniki shu xizmat rayonimga saqlaydi. Bu bir xil qurish usuli, bir 10 knopka chekib yoz qurish usuli. Agarda package explore degan gapni, mesela package explore degan gapni topolmay qolsak, o chaqda bu yerdan file degan gapdan 10 knopka chekib, biz 10 knopka chekib new degandan ichiga qarab, mesela Java project deb turdi. Bu yerda o'xshash ikki ko'znak o'xshashi, ichilgan ko'znakniki o'xshash bo'ladi. O'xshash bo'lgandan keyin biz bu yerga mesela salam Android deb yozgandan keyin va ostida bu next degan bo'lsak bo'ldi, finish deganni bizasak bo'ladi. Bu yerda finish deganni bizayotgandan keyin qaraydigan bo'lsak Android deb chiqdi. Salam Android deb chiqdi. Bu Android projectdan farqlanadigan yeri bu Java projectda birinchidan Java project bo'lgandan keyin buningda Android projectni qurganga o'xshash boshqa mundarijlar yo'q bo'ladi. Mesela Android projectni quradigan bo'lsak, Script mesela src deb bo'ladi. Anandaki ACSet deb bo'ladi, anandaki REST deb bo'ladi. RESTning ichida har xil rasm, layoutlarni saqlaydigan bo'ldi. Anandaki ostida bir page window deb qo'yamiz, endi boshqa XML widgeti bor, Android manifest deb. Shunday hujjatlar bor. Lekin Java project qaraydigan bo'lsak, unda narsalar yo'q, faqat biz qo'ygan projectning ismi anandaki src deb biz yozgan Java kodlar, mesela Java programlar saqlanadigan mundarija bu shu. src'ni ostida saqlanadi. Anandaki buniki o'zniki Script har xil mesela API hujjatlarini jar hujjatlari, API eg'izlarining jar hujjatlari. Mesela ma'lum bir mesela zip file system degan mesela zip hujjatlarini bir taraf qiladigan jar hujjati API eg'izi ta'minlagan o'zniki. Buni qaraydigan bo'lsak, com checket, sun checket, neo checket, zip file system degan zip fs degan hujjat shu package-niki shu bo'loq program bo'loqchisiniki ostida qaraydigan bo'lsak nurg'unlagan Java layerlarniki, mesela Java shu tiplarniki mesela nimadan o'tkazib bo'lgan Java tiplarini mesela tahrirlab chiqarib bo'lgan shu hujjatlar ham class degan Java hujjatini biz checket Java degan hujjatni tahrirlasak class hujjati
chiqdi, klass hujjati chiqdi. Bu klass hujjatini anadagi bevosita shu Java'niki JVM deydi, Java'niki shuningisi deb qo'yamiz. Odatda oldin qitim qo'yilgan so'z JDK Java'ni ijro bo'lish muhiti JVM deb qo'ydik endi. Shu ijro bo'lish muhitiga kirgandan keyin buni avtomatik shu CPU taniydigan bir bilan 0 ga aylantirdi. Buni 1 bilan 0 ish narsasini yishib chiqib 1 bilan 0 ga aylantirdi. Anki 1 bilan 0 ga aylangandan keyin bevosita CPU ga ijro muhitini 1 bilan 0 orqali berdi. Shu chaqda Java programmasi ijro bo'ldi degan so'z. Hamda bu yerda package degan bir hukm chiqdi. Package degan nima desak, hamda packageniki tarjimasiga qarab boqadigan bo'lsak, biz Uyg'urcha tarjimasiga. Package degan gap mushu gap o'zi, mushu masalan P A C K A G E degan bak. Package degan gapniki masalan tarjimasiga qarab boqadigan bo'lsak, masalan mushu programma bo'g'isi, biz mishni asos qilamiz, masalan posilka xalta degandek gap bo'lgan-ku. Ma'lum bir programmalarni mana bo'g'chining ichiga evolimiz, biz ratlik bo'lish uchun ham birdan-birligini bildirish uchun ham masalan mana shu programma bo'g'chi bu, bir bo'g'cha bu. Hamda biz program package degan gapningki Uyg'urcha ma'nosini bildik, hamda programma bo'g'chi, xalta, bo'g'cha deganda gapkani. Hamda biz mana o'ziniki masalan shu sukutga altidagi masalan har qaysi API ig'izlarga qarab boqiladi. Ma'noda mana qaraydigan bo'lsak 5 tal bo'g'chi bor ekan, 5 tal package bor ekan. Bu packageningki har xil ismlari bir-biriga o'xshamaydi. Bishi garchi o'xshash bo'lgan bilan oxiri cho'qim o'xshamaydi buniki. Ba'zilariga bishim o'xshash bo'lmaydi, cho'qim bir-biriga bir asosiy mundarijini ostida cho'qim o'xshash ismli package tumaydi. Cho'qim birdan-bir package namasi birdan-bir bo'lishi kerak buni ostida. Buni ostida qaraydigan bo'lsak, har qaysilarining ostida har xil shu Java hujjatiniki shakllantirgan har xil klass hujjatlar bor, taklif shakllantirgan. Mush o'xshash usul bilan biz hamda o'zimizniki programmasiga qanday bu Android bilan Java programmasida o'xshasha qanday quramiz, buni qanday quramiz. Biz shu SRCni 10 kun chekib, SRC mo'liga kelib bir tanlayotgandan keyin 10 kun chekib, men newning ichiga qaraydigan bo'lsak package deb turdi. Package deb turgan ekan mishaga biz hamda o'zimizniki odatda mesela package degani com, biz degandek, cn degandek bizniki misha bir anadagi ajindaq bir qoidalar, shundaq birlikka kelgan o'lchamlar bor. Bu cho'qim shundaq yozimiz deganlik emas, endi bu birlikka kelgan keyin o'qilish bo'lsa mayli, boshqa yerga o'tkash bo'lsa, ishlatishga qulaylik bo'lish uchun shundaq birlikka kelgan shundaq o'lchamlar bor. Buniki masalan biz cheket, zerak, cheket masalan sınaq mesela sınaq 1 yoki sınaq deb qo'yay, mana Uyg'urcha yozay, sınaq deb yozdim. Bu amalda packageniki ismini biz kichik yozganimiz yaxshi, harflarni kichik yozganimiz yaxshi. Bu keyingi o'zimizniki yo'tkab ishlatish va boshqa o'qish jihati bo'lsin, endi qulaylik bo'ladi. Biz mana package harflarini mesela ben arasıga mujniki chekit qurib qo'ydim, chekit qurib qo'ydim. Millatda bu cho'qim chekit qurishlik emas, har bir chekit bir mundarijini bildirdi, mana ichida bir. Biz degan, mesela bizning keyinda bir chekit qurib etsam, unda bo'lsa, zerak degan shu bo'g'cha, biz degan mundarijini ostida bir zerak degan mundarij qurdi. Buni ostiga yana bir chekit qo'yib etsam, zerak degan mundarijini ostiga sınaq deb bir mundarij qurdi. Mesela men ma'arisidagi mesela chekitni ivetsam, u chaqda biz degan mundarijini ostiga zerak sınaq deb bir mundarij qurdi. Bu bir bo'g'chi qurdi, bir. Bu yerdagi mundarija deganimiz ham bir bo'g'cha, mesela ma'ninkini ham men mesela shunday yozib qo'ygandan keyin chekit finish deb bassam, masalan, muqimlashtirish deb bassam, qaraydigan bo'lsak, biz shunaqa bir quruq bo'lgan, ichida hech qanday hujjat bo'lmagan, hech qanday Java hujjat bo'lmagan, quruq bo'lgan bir bo'g'cha, program bo'g'chisidan bir qurpaydi. Qaraydigan bo'lsak, biz chekit, zerak chekit biza. Biz hamda mushu programniki mushu mundarijga berib ko'rib baqilay bunikini. Qanday berib ko'rib baqamiz deganda, ma'lum shu Eclipse'niki har xil qanday qistirmalar bor, ko'radigan bevosita ko'radigan qistirmalari. Mesela shunda qistirmalarni men qachilib olgan bunaqa. Mesela 10 kun chekib, buni Open Explorer desak, shu hujjatni ko'rsatib beramiz.
Mesela salam Android ko'rdim. Salam Androidni ikki src'ga bosam biz deb chiqib turdi. Bu yerda qaraydigan bo'lsak ham mana biz ana lekin buni ishga cheksa masalan chekit bizning endi chekit patda shundaymi bizni ayrim bir mundarja qildi bu. Ana lekin zerak qaraydigan bo'lsak zerak deydi. Buni zerakning endi yana bir chekit bor. Ana lekin sinoq deb bir va uni da qaraydigan bo'lsak sinoq buni sinoqning keyinda ana lekin hech qanday nima yo'q, hujjat yo'q. Chunki sinoqning keyinda biz hech qanday qurdik. Endi biz faqat mesela mişe bizning ostiga qurimiz biz endi bizning ostiga masalan biz boshqa bir narsa qurib qilay bizning ostiga qurib qilay masalan biz cheket masalanchi bu yerga endi sinoq 2 deb qurib qo'yamiz bu ishni finish qilib qo'yay buni qaraydigan bo'lsak endi zerak bilan bu sinoq 2 degan o'xshash bir o'xshash bir darajada buningga o'xshash usul bilan masalan berib boqadigan bo'lsak qaraydigan bo'lsak mesela biz degan mundarja har ikkisida bor mana biz degan ism har ikkisida bor buni ishga chekib kiradigan bo'lsak chekitdan keyin mana qaraydigan bo'lsak chekitdan keyin sinoq 2 bilan zerak sinoq 2 bilan zerak sinoq 2 ni ishga kirib boqadigan bo'lsak hech nima yo'q chunki biz hech nima qurmadik mana shu hamda program bo'lsa pakejniki alohidaligi shu biz shuniki ichiga har xil hamda programni qurib olamiz endi buni o'chirmoqchi bo'lib qolsak 10 kun chekib delete degandan ko'chirib o'chirsak o'chirayotgan chog'da diqqat qilganimiz buni ichidagi barliq mazmunlarni o'chiradi juma mesela hujjat qisqosh mesela shuni ichidagi Java programmasi barliq hujjatlarni hammasini o'chiradi bir pakejni o'chirsak Hem de biz müşü ma'lum bir pakejni ostiga qanday qilib o'zimizning programmasini quramiz o'zimizning Java programmasini quramiz 10 kun o'tgan chekib ish pakejni tanlab turib 10 kun qaysi pakejni ostida qurmoqchi bo'lsak shu pakejni tanlab turib 10 kun o'tgan chekib 10 kun o'tgan chekib mishadin qarasak class deb turdi mana class degandan qursak bo'ldi class degan chiqqandan keyin ma classniki masalan endi navbat qurmoqchi bo'lgan men qaraydigan bo'lsak create a new Java class deydi mana yangi bir Java classni qursan dedim dedi mava endi ismimish class hujjatning ismi class hujjatning ismi mava endi qaysi pakejga qurmoqchi bo'lganligimiz men qaysi pakejga qurmoqchi bo'lganligimiz ma ustidagi endi shu butkul bir proyektning ustidagi qaysi mundarijada mesela salam Android degandagi src degan mundarijni ostiga men qurmoqchiyam men yerga endi class salam deb qo'yaman salam deb qo'yaman andike ma to'yanlarga qaraydigan bo'lsak endi shu class public bo'lsinmi default bo'lsinmi mesela default bo'lsinmi yoki endi ma ikkisini tanlab olmaydi ekan chunki ma cho'qim bir public bo'lishi kerak ekan Anaki master qilsak mush classnikini abstract bo'lsinmi final bo'lsinmi buni keyingi mazmunlarda so'zlaymiz biz obyektivga yuzlanganda ma publicni nimaligini default private'ni nimaligini product'niki nimaligini shu joylarda so'zlaymiz biz uni ma'nodan o'zniki ma'lum super class deydi misho navbat qurmoqchi bo'lgan misol bizniki mish classniki shu tipniki qaysini o'zniki qaysidan balasi olmoqchi degan gap bu buni keyin so'zlaymiz ama interface deganni eg'iz deb qo'yamiz keyin so'zlaymiz bularni ma tuvanga qaraydigan bo'lsak shu qurgan chog'da bir yaxshi narsa biz qulaylik qilib kelgan narsa bor nega masalan siz qaysi masalan Mesela birlikte qurmoqchi deydi mana qaraydigan bo'lsak public static void main deb turdi shuni tanlab qo'yaylik endi bizga void mainni avtomatik qurib berdi mana tanlab qo'yganmiz va qurib bo'lgandan keyin endi bizniki klassning ismi shu bo'ldi juma diqqat qilamiz boshqa hujjatlarni ichida ishlatmoqchi bo'lib qolsak shu klassning ismi shu bo'ladi endi finish deb bosgandan keyin qaraydigan bo'lsak bizga biz bizning pakejni ostiga qaraydigan bo'lsak mana pakejniki ham belgisi o'zgardi avtomatik mana ichida hujjat bo'lgandan keyin belgisi o'zgardi qaraydigan bo'lsak men baytun ko'rdi public deb qurib qo'yibdi mana class anadan keyin cls class degan hujjatni qisqartirilsa anadan keyin salam deb chiqarib qo'yibdi bizga anadan keyin buni ichiga qaraydigan bo'lsak public static void main debdi bayatdan biz so'zlab o'tib ketdik yuqorida qanday bir programma cho'qim main xanshudan boshlanib main xanshuda oxirlashadi degan ekan main xanshuda oxirlashadi degan gap hozirgi ba'zi programmalarga mos kelmaydi lekin uni amaliyotda main xanshuda oxirlashadi deymiz
Lekin ba'zi programmalarda buni his yetemaymiz. Nimishga desanglar, hozirgi ba'zi programmalar ba'zi main hanshularni o'zi ichida yozayotgan. Shuning uchun biz uni farq etolmaymiz. Qayerda main hanshud boshlanib, main hanshud oxirlashadi deganni biz farq etolmaymiz. Ammo qoidasi shu. Qaraydigan bo'lsak, main hanshuda, mesela main hanshudan hansud so'zlab ketgan main funksiyadan birini endi ba'zi narsalarni to'g'ri tushunishingni umid qilmayman. Nimishga desanglar, bizni ayni chog'da hanzudchini asos qilib turib bo'lgan bu programma. Hanzud tilini asos qilib turib. Bu chog'larda bizga unda uyg'ur so'zlab turib hech qanday nim bo'lmagan ekan. Ba'zi tillarda biz necha yil bo'lib ketdi shunda hanzudchi gap qilib kunab ketgan ekan. Ba'zi narsalarni biz ishtek o'zgarmayapmiz. Şu an ba'zi narsalarni to'g'ri tushunib, sizlarmi cho'qim o'sha endi bir program tilini o'rganmoqchi bo'lib qolsanglar, nurg'un bilimlar, asosliq bilimlar, yangiliklar, chet elliklardan kelyapti. Lekin buni ham tez suratda o'zlashtirayotganlar ham hanzud tildagi hanzud tili bo'lg'achqa biz ba'zi narsalarni agar yaxshi o'rganib, davrni oldida demoqmiz deymizga, cho'qim til o'rganishga alohida ahamiyat berishimiz kerak. Bu jihatda ham sizlarni ozroq vaqt olib chiqarib o'rganib qo'yishinglarni, qisqacha gaplarni o'rganib qo'yishinglarni, keyin material ko'rsanglar mayli, masalaga uchrab to'rtni o'zinglarga nurg'un foydasi bor. Mana qaraydigan bo'lsak, main funksiya bo'ldi. Main funksiya qaraydigan bo'lsak, boyadan deb o'tib ketgandek, bir kichik tirnoq bilan bir cho'ng skobka bilan, cho'ng skobkadan boshlangan, masalan, bunday tanlaydigan bo'lsak, avtomatik tanlaydigan bo'lsak, o'zi qayerda oxirlashganligini deb turadi-da. Bir cho'ng skobkadan boshlangan, bir cho'ng skobkada oxirlashgan shu program gavdasini o'ziga olgan bo'ladi. Buni qaraydigan bo'lsak, malni keyingi darslarda so'zlaymiz, public static deganlarning ma'nosini. Ama o hanshuniki, mesela ma shu funksiyaniki ismi, ma parametri, buni maxsus keyingi borgan chog'da funksiya qismida kelgan chog'da so'zlaymiz. Hozir faqat ko'rib, ishlarni bir qor ko'rib his qilsanglar bo'ldi. Buni cho'qim tushunish maqsadimiz. Endi bizniki bayon qilayotmoqchi bo'lgan maqsadimiz gapni yig'ib kelsak, shunday bir programni qurib, ekran yuziga biz Salam Android deb chiqarmoqchidik. Endi chiqarmoqchi qanday chiqaramiz? System ichidagi out chiqaraman. Print deb qaraydigan bo'lsak, nurg'unlar bor. Masalan, print deydi. Masalan, print deb har xil, masalan, ichiga har xil, masalan, sonliq, masalan, o'zgargich miqdorlarni yoza olamiz. Masalan, bol deydi. Buni keyingi soatlik darsdamiz. Print f deydi. Print len deydi. Print len degan l degan bir line degan gapni qur degan mekanik endigini qur tashlashi bir yangi qurg'i chiqardi degan so'z. Biz yangi qurg'i chiqarib ko'rib baqilyapmiz mana shuga. Manaki biz bu yerga Salam Android deb yozganki cho'qim chekitlash bilan oxirlash kerak. Qaraydigan hamda qaraydigan bo'lsak, programma qaraydigan bo'lsak, biz masalan shu Java'niki ekran yuziga chiqaradigan bu amber funksiyasi, bu Java'niki system check println deb qaraydigan bo'lsak, shu amber yuziga biz nimani chiqaramiz deganda Salam Android degan gapni chiqaramiz. Endi buni qanday ijro qilamiz? Ijro qilamiz degan chog'da cho'qim ijro qilish uchun cho'qim bayonotdan gapniki ma'nosi endi shu programma main hanshudan boshlanib, main hanshudan oxirlashlar qanday bir programma main hanshudan boshlandi degan so'z. Cho'qim biz ijro qilmoqchi bo'lgan shu tipda cho'qim main hanshu bo'lish kerak degan ma'noni bildirdi. Main hanshu mayli shunday bo'lsin yoki main hanshuda shuni ishlatgan tipda bo'lsin, boshqa yerda yo'tkab ishlat. Cho'qim main hanshu bo'lish kerak degan. Bizning hozir navbatdagi programmamizda main hanshu bor. Main funksiya bor ma'noda. Main funksiya bo'lgandan keyin biz 10 knopkani chekib, shu funksiyani ichiga 10 knopkani chekib, 10 knopkani chekib qaraydigan bo'lsak, run as deb turdi, mana run as. Oldin qaytam Android programmasini shu usul orqali ijro qilgan. Biz bu yerga chiqqan chaqda Android programmasini tanlagan chaqda bu yerda Android application deb chiqqan. Mana qaraydigan bo'lsak, hamda Java application deb chiqadi. Java application deb chiqadi. Qaraydigan bo'lsak, bu main funksiya bo'lg'achqa Java application deb chiqatamdi yoki azalda shunday har qanday programmaga bossak chiqamdi. Mana o'chirib sinab qilay.
Mana o'chirib deb sinab qilayapti. On knopkani chekib men run as qarab qolgan bo'lsam unda Java application deb chiqmadi mana. Men ham shu bo'lmag'achqa buni chiqmadi. Bu ama hamda Java'niki cho'qim bir men ham shundan boshlanib, men ham shundan ijro oldiganligini bildirdi buni. Endi biz shuni ijro qilib baqilay. Endi biz shuni ijro qilib baqilay. Ijro qilib baqilgan bo'lsak, bu yerdan Java application tilsam mavsa o'zgartdan saqlamsa degan ma'noda mana sevendilan ishlaydi. Saqlab andan keyin ijro qilamsa degan bildirdi. Qaraydigan bo'lsam, tuvanda mana konsol deb ijro rayonida masalan konsol deb Android salam Android deb chiqdi. Ekran yuziga yozib chiqirpadi bizning narsani yozmoqchi bo'lgan. Hamda biz mana keyiniga bir shikosh deb qilay o'zgarmadi. Mesela o'xshash usul bilan yana 10 kun chekib hujjatga qaraydigan bo'lsak o'zgardi mana. Biz hozir yetmoqchi bo'lgan maqsadimizga yetdik. Bu bir xil ijro qilish usuli. Yana bir xil ijro qilish usuli qanday desanglar, biz shu qurgan shu klass hujjatniki ustiga olib, klass hujjatni ustiga olsakmi o'xshashlar mana Java application deb chiqdi. Mushu main funksiya bo'lg'achqa shu Java application deb chiqdi. Men o'xshash usul bilan men shu klass hujjatni main funksiyani evatgandan keyin control S ni bisib saqlayotgandan keyin men opirpaqadan bo'lsak yana yo'qolib ketdi Java application degani. Demak, cho'qim shu main ham shu bo'lish kerak ijro qilish uchun cho'qim shu Java tipda shu klass navbat klassda main ham shu bo'lish kerak. Yuqorida biz mau tuvandagi shu deyilgan mauliki bir qism misol o'zimizniki dastlabki Salam Android degan shu proyektni yozib, shu Salam Android degan so'zni chiqarib ko'rib baktık. Endi savoqdoshlarniki o'zi qo'l silib, ishlarni qilib beqishni menda Java bir proyektni qurib ko'rib beqishni ham chiqarib beqishni bayonqidek men qilgandek men ham shuni evitib yoki bir qancha hujjatni qurib har xil so'zlarni chiqarib har bir hujjatni ustiga olib ijro qilib beqishni tavsiya qildim. Hamda bundan bir qadar murakkablashgan bir programmani ko'rib baqalar. Bayon qilsa faqat bir oddiy bir qurilib program. Endi tuvandiksa qaraydigan bo'lsak, ikki sondan yig'indisini tepish bir programsa, ikki sondan yig'indisini tepish programsa. Ma o'xshash usul bilan main degani ham shu funksiyaniki ismi bu funksiyaning ismi hech qanday o'zgaruvchi parametr bo'lmagan, o'zgaruvchi parametr bo'lmagan bir funksiyaning ismi. Mana qaraydigan bo'lsak, int ab sum deb Ştal özgərgici miqdarını aniqlagan bu yerda özgərgici miqdarını aniqlagan. Ikkinchi qur qaraydigan bo'lsak o'zgaruvchi miqdarni aniqlagan. Va uchinchi qur qaraydigan bo'lsak a tang 123 b tang 456 deb ikki a bilan b-ga dastlabki qimmat bergan buni qimmat bergan. Undan keyin buni qaraydigan bo'lsak ostida anandagi samga A bilan B'ninki yig'indisini B degan gap mana aslida 3-chi qur bo'lsa samga A bilan B'ning yig'indisini B degan. 4-chi qur bo'lsa ana ekan buni print mana C tili bo'yicha chiqarish ham ekran yuziga C tili bo'yicha chiqarish so'rayman. Chiqarish so'ragani mesela print yig'indisi bo'lsa %d ana ekan mesela qurtashlash yegan mesela tartibsizlik sam deb a bilan b'ni yig'indisini samga belgilab chiqadi. Bu C tilidagi bir endi bayonga qaraganda sal murakkabroq bo'lgan ikki sondan yig'indisini topadigan bir programma. Bu programmaning alohidaligi nima desanglar, shu men ham shuni ichidan boshlanib, men ham shuni ichidan oxirlashdi. Hech qanday uchinchi bir programma, uchinchi bir funksiyani bu men ham shuni shu main funksiyaning ichida buni o'zi ijro qilmadi, uchinchi bir funksiyani ijro qilmadi. Bu C tilidagi. Ham Java tilidagi qarab boqamiz, o'xshash bayatimiz bilan ko'rgan public static void main degan. Bu main funksiya, bu main funksiya. Ma ostida qaraydigan bo'lsak, ma'buliki o'xshashlar, ma'buliki o'xshashlar, o'xshashlar shu siklga o'xshashlar. Demak, nurg'un programmalardan nurg'un o'xshashliklari bor degan so'z. Ma ostida qaraydigan bo'lsak, endi bu Java'niki chiqarish usuli, Java'niki chiqarish usuli. Bundan ham o'xshash int qimmat bo'lgan, butun sonli qimmat bo'lgan a b sum deb 3 tal o'zgaruvchi miqdorni aniqlab olgan. A 23 ni, B 24 ni berib
qimmat berib, ondan keyin bu A bilan bino yig'indisini samga bergani, samga bergandan keyin A bilan bino yig'indisi samga tayinlab chiqargani. Hem yuqoridagi program bo'lsa, masalan, yuqoridagi program bo'lsa, ikki sonni yig'indisini tepish programmasi. Ikki sonni yig'indi oldi bilan ma'lum bir o'zgargich miqdorlarni aniqlab, ondan keyin bu o'zgargich miqdorlarning ichidagi, masalan, A bilan B ga ma'lum bir qimmatlarni berib, ondan keyin bu qimmatlarni ma'lum bir matematik usul orqali, qo'shish ifodasi orqali, ondan keyin buni yana bir o'zgargich miqdorga berib, oxirida shu o'zgargich miqdorni chiqarish ekranga, chiqarish buni qaraymiz, buni chiqarish. Hem de biz tövende mushsuldan foydalanib, mushsuldan foydalanib Java tilida kichik sondan cho'ng kichiklikni solishtirilgan, ham cho'ng sonni kichik sonni chiqarish programmasini taqdim qilib. Bu programni tushunish, bu programni masalan men mushu so'zni degandek emasman, mushu buyruq, mushu programni izbaqal degandan burun programni o'rganib baqqan bolalar bo'lsa, darhol kalisi kelib qoladi, darhol kalisi kelib qoladi. Bir programni o'rganib bakmagan bolalar bo'lsa, buni cho'qim tushunib, buni cho'qim hal qilish hozir navbatdagi masalan shu darslikda bu muhim emas. Bu faqat bir programniki bir bunda shakli bilan tushunishi, bir programniki nimalar bo'ladi, shu muhit bilan tushunish, shakli bilan tushunish qatorliqlar muhim masala bunda. Java tilidan tushundiki masalan ma'noda masalan shaklga qaraydigan bo'lsak, masalan o'zgargich miqdorlarni ananki o'zgargich miqdorlarini belgilab, ananki ular qimmat berib, ananki ma'lum bir matematik usullarni qo'llanib, ularni o'zgartirib degandek, ananki bularni natijasini chiqarib, shunda qila olamizkan, bir programmalarda shunda qila olamizkan. Demak, bizniki mustaqiq darslarimiz, mustaqiq darsimiz shundaq bir mazmunlarni qila olamizkan, nimalarni qila olamiz deganlarni tushunish dastlabki programmalarda, nima asos bo'lishi kerak deganlarni tushunish. Hamda bu programma degan so'z matematik bilan birlashib ketgan bir mazmun bo'ldi, bu matematik bilan birlashib ketgan bir mazmun. Shu ham shu programma o'rganuvchilar cho'qim bir eng muhim to'liqsiz saviya bo'lmish, to'liq o'rta saviyadagi bir matematika asosi bo'lish kerak cho'qim. Sizlar oldingi qitim men shu topqa bir matematikalar shu daraja ko'rsatkich bir ifodasini bildirsam, jiq o'quvchilar tushunmadi, buni tushunmadi. Shunda bu cho'qim bir matematik asosi bo'lish kerak. Bu cho'ng nurg'oy vaqtlar kelgan chog'da endi amaliyotda bilib bilmay ishlatamiz matematikani, program degani matematika deb qo'ygan. Ba'zi kelgan chog'da u ishlatmaymiz ekan, faqat sondanni uchurni o'qib elibla ko'rsatib qo'ysak bo'ldi-ku deydi. Amaliyotda unday emas. Cho'ng programmalar cho'qim matematikalik nurg'on matematikalar hisoblashlardan usti qurilgan bo'ladi. Bu programma degan so'z nima desam, u sondanni uchurni ilib o'qib qo'yishlamasa yoki ishlatgichini ma'lum bir uchurni olib saqlab qo'yishlamasa, cho'qim uning matematikalik bir aqliy iqtidorlar bilan qo'shqanchada program texnik bir yaxshi bo'ladi. Masalan, tuvanda biz endi gapni qisqartirib, tuvanda biz Java tilida bayon qilgan usul bo'yicha bir masalan tipdan birini qurib, masalan, ikki sonniki masalan cho'ng kichikligini solishtirib, ma'vo cho'ng son, ma'vo kichik son deganni chiqarib qo'yib. Endi men buningga ayrim bir tipdan birini quraman, ayrim bir tipdan birini quraman. Yangidan bir klass quraman, masalan men bu yerga max deb bir klassdan birini qo'yaman. Max min deb bir klassdan birini qo'yaman. Max min deb klassdan birini qo'ygandan keyin shu main funksiyani ichiga meni bayon usul bo'yicha masalan int butun sonni bildirdi, mana int a B ondan keyin max, ondan keyin min deb cho'manda to'rttal masalan o'zgargich miqdorni bildiradi. Ma oldidagi shu int, float deymiz, string deymiz, bularni keyingi soatlik darsdagi mazmun so'zlaymiz. Bu o'zgaruvchi miqdorlar, nimani o'zgaruvchi miqdor, nimani turaqli miqdorligini keyingi soatlik darsda so'zlaymiz. Faqat mana o'zgaruvchi miqdor. Butun sonliq o'zgaruvchi miqdorni bildirmaydi int. Demak, shu a, b, max, min deganlarni hammasiga agar qimmat bermoqchi bo'lib qolsak, chuqur butun sonni beramiz degan so'z. Matematikalik butun son deganimiz pach qism bo'lmagan
Mesela sallanı bildirdi. Mesela 1, 5, 10, 100, 1000, milyon degandek. Bularni cho'qim mesela 1.5 butun son bo'lmaydi. 1.5 butun son bo'lmaydi. Shu oldi bilan endi ikkinchi qadamda biz o'xshash usul bo'yicha mesela A'ga men 28 ni beraylik qimmatga. B'ga men 27 ni beraylik. 27 ni. Endi bizniki maqsadimiz bo'lsa bizniki maqsadimiz bo'lsa, shu A bilan B niki qaysi kichik, qaysi cho'ng, A cho'ngmi, B cho'ngmi degandek shunday uchurni chiqarish ekran yuziga. Chiqarish olgandan keyin cho'ng kichiklikni selishtirish olgandan keyin cho'qim bir selishtirish matematik amalni berishimiz kerak. Endi bo'lsa biz bu programni ben bayaqida deb o'tdim, men yozayotgan program tushunish muhim emas. Cho'qim ish programiniki nima ish qila oladiganligini endi bilib qilish muhim. Shuning uchun bunaqa bek islomasligim mumkin. Nazar program yazıyorum. O F degan selishtirish buyrug'i bo'lib, mesela A, mesela cho'ng ya mesela B'dan bo'lib qolsa, mesela o'zgargich miqdor A cho'ng B'dan bo'lib qolsa, bu yerga A cho'ng B degan uchurni ko'rimiz deb. Agar unda qo'ymay agarda A kichik B'dan bo'lib qolsa, A kichik B'dan bo'lib qolsa, bu yerga A kichik B degan uchurni ko'rimiz deb. Agar undan bo'lmay qolsa, demak A bilan B teng degan so'z. A B'dan cho'ng bo'lsa, B A'dan cho'ng bo'lsa, demak teng degan so'z. Undan so'ng bu yerga A teng B degan uchurni ko'rimiz deb. Ben yuqoridagi programni qaraydigan bo'lsak, mesela men A bilan B ga bu o'zgarguvchi miqdorga qimmat berish rayini, o'zgarguvchi miqdorga qimmat berish. Men bu yerda endi yo'llayni asos qilmadim, o'zim bek to'liq yozishni men ketmayman. Qimmat berish ham o'zgarguvchi miqdorga qimmat berish. Mana o'zgarguvchi miqdor B ga qimmat berish. Endi bu ustidagisi ikkisi A bilan B ga 20, A ga 28, B ga 27 deb qimmat berdik. Ustidagisi bo'lsa F A cho'ng B dan A bilan B ni selishtirish, A bilan B'ni selishtirish. Hozir men mana keyniga masalan bundaq yanto siziqdan shikkini uribla, mana keyniga xat chizayapman. Buni hanzuvchida jusha deb qo'yamiz, hanzuvchi jusha deymiz. Endi bu programmaga izohat berish, Programma deganda masalan burunlar bo'lib qolsam yolg'iz odam yozdi, programmani bo'lib qolsam ko'proq vaqt yozdi. Masalan, men navbatdagi hozirgi taraqqiyotda bo'lsa, yolg'iz odam programni yozib bir programni boshqa chiqmoqda. Chunki sana hozir endi gruppa tanday deb qo'ymagan, endi gruppa birlashib program yozish. Buni darsni oxiriga borgan chog'da men bir kurs so'zlab berman, qanday qilib gruppada yozish, to'g'ridan qanday materiallar bor, shunday hamkorlashib qanday yozamiz, nimalarga diqqat qilamiz degandan to'g'rilig'ini oxirida maxsus bir soatlik dars so'zlab berman. Hozir gruppa. Shu chog'larda masalan, mayli gruppa bo'lsa, mayli keyin siz shirkatga berib ishlanglar, mayli o'zingizning programma yozinglar, shunday yaxshi bo'lgan izohat qoldirish odatini yetildirsanglar, keyin o'zingizga foydali. Masalan, programmalarni sizlar hozir 1000 not yozsanglar qaranglar. Masalan, 5-6 oy o'tgandan keyin sizlar shu programmani ko'rsanglar, beshidan qarab ko'rib tushunishga to'g'ri keladi. Sizlar hatto ba'zi programmalarni o'zingizlar yozgan programmalarni o'zingizlar 5-6 oy, 1 yil o'tgandan keyin nima deb shunday yozgan bo'lganini esinglar kelmaydi. Bu endi odamda bo'ladigan tabiiy, masalan, unutulish tabiiy bir nima bu sharoitda bu
Buningga cho'qim shunda yaxshi bo'lgan izohatni endi yezib menish kerak. Endi izohat yezib menish usuli ikki xil bo'ladi programda. Ko'pincha program tillarida ikki xil bo'ladi. Androidda ham ikki xil usulni ishlatamiz. Java'da qanday xil usulni ishlatganmiz, Androidda ham shu usulni ishlatamiz ko'pincha. Masalan, qanday ikki xil bo'ldi desanglar, birsiga ikki yanto so'zliqni qo'yib yozish. Bu faqat bir qo'lli yozg'ili bo'ladi bunda. Masalan, ikki yanto so'zliqni qo'yib, bir yanto so'zliqning keyindagi qurg'a bir qor izohat yoza olamiz. Bir qor izohat yoza. Ostiga yozsak, buning xatolik bo'ladi. Buni avtomatik xatolik belgisi chiqadi. Ostiga yozsak xatolik bo'ladi. Endi bu bir qor yozish usuli. Yana birsi ham ko'p xil yozish, ko'p qor yozish usuli. Ko'p qor yozish usuli. Bu qanday yozish usuli? Buni qanday yozamiz degan chog'da yanto sizlik ananiki yulduz belgisi. Yulduz belgisini qo'yayotgan ekan, unga qaraydigan bo'lsak, avtomatik o'zi enterni urib mangansak, avtomatik o'zi ko'p qurg'a o'zgarib ketadi. Buni ham amliyatda bir qur yozg'il bo'ldi, buni bir qurg'a ekib yozg'il bo'ldi buni. Endi buni ham shunday yozsak bo'ladi. Ham buni ko'p qur yozsak bo'ladi. Ammo oldidagi mana yulduz belgisini ikkinchi qurdan boshlab o'chirsak bo'ladi. Eng oxirida cho'qim bu endi buni qoidasi cho'qim shunday bo'ladi. Mujinda yanto sizaq yulduzdan boshlanib, yulduz yanto sizaqdan oxirlashida. Cho'qim mushi dairning ichiga biz ko'p qor narsalarni yozsak bo'ladi. Bu programda izohat yozishning yana bir xil usuli. Mush xil usulni jiqaraq ishlatamiz. Endi bayonga gap qaytib kelgan bo'lsak, masalan, A bilan B'ga bizga A cho'ng B'dini, B'ga A cho'ng B'dan degan fikrni chiqaramiz. Endi olsam M'ga system out ticket system out ticket point A cho'ng B deb chiqaraymi? A cho'ng B deb chiqaraymi? Buni o'xshash so'zdan ko'chiringlar. Men M'ga A kichik B deb chiqaraymi? M'ga A tam B deb chiqaraymi? A tam B deb chiqaraymi? Endi buni qaraydigan bo'lsak, marayni qaraydigan bo'lsak, A cho'ng B dan bo'lib qolsa, A cho'ng B dan degan gap mana chiqadi, marayni chiqadi. Buni endi 10 kunlikdan chekib, men usul bo'yicha ijro qilib qo'yamiz. İcra qilib qilgan bo'lsak, bizga asliga A ga 28 deb qiymat bergandik, B ga 27 deb qiymat bergandik. Qaraydigan bo'lsak, A cho'ng B dan deb chiqdi. Endi B ga 29 masalan 255 deb qiymat beraylik B ga. Qaraydigan bo'lsak, endi yana qayta ijro qilib qilgan bo'lsak, B cho'ng A dan deb chiqdi. B ga men 28 deb qiymat bergan bo'lsak, A tam B deb chiqdi. Buna da oddiy bo'lgan ikki sonniki, masalan, ikki sonni kirgizgandan keyin qaysi son cho'ng, qaysi son kichik degan bir programni yozib chiqardik biz. O'sha qaysi son cho'ng, qaysi son kichik degan bir programni yozib, o'sha ekran yuziga cho'ng son bilan kichik son chiqardik. Demak, miyaga endi biz masalan miyaga qo'shishni bilsak, ana ekan A dan masalan kichik A, bilaman. Miyaga ana ekan B dan kichik B deb Mana qo'shib qo'ysak, masalanchi, A ga 29 deb yozsam. Qaraydigan bo'lsak, miyaga A cho'ng B dan A ning qiymati 29, B ning qiymati 28 deb. Kichik bo'lgan bir matematikalik hisoblash programmasini qaraldik bizga. Endi mana qaraydigan bo'lsak, bu oddiy program tushunish o'sha bayon oldidagi ikki funksiya qargan chog'da bir funksiya ortiqlab qolibdi. Mana qaraydigan bo'lsak, yerda get max deb bir funksiya ortiqlab qolibdi. Buni parametr qaraydigan bo'lsak, ikki parametr bor ekan, A bilan B. Bu endi nima ish qiladigan funksiya desak, bu endi ikki sonninki cho'ng kichikligini solishtirib, cho'ng sonni qaytarib beradigan funksiya. Bu cho'ng sonni qaytarib beradigan funksiya. Endi programma cho'qim bir main funksiyalar bo'lsa hisoblaymiz. Biz bir programni redlik, endi nurg'un programmadan keyin nurg'un funksiyaga bo'lingan bo'ladi, nurg'un programmalar. Bu programdagi funksiyani bilish alohidligi ham shu program yozuvchiniki o'ziniki hamda ehtiyoji, shu programning ehtiyoji ham ba'zi hisoblash masalan qonuniyati yoki hisoblash programmadagi uchurlarni sonliq miqdorlarni bir taraf qonun qilish ehtiyoji bo'yicha masalan har xil funksiyaga bo'lingan bo'ladi. Bu tuvanda masalan tuvandagi programni ko'rib o'tgan bo'lsak,
Endi masalan o'xshash usul bo'yicha o'zgarguvchi miqdordan ikkini aniqlab ham aniqlagan zamonda qimmat beradi bunga. A'ni aniqlab A'ni 10 bo'lsin, navbatdagi aniqlagan. B'ni aniqlab B'niki qimmati masalan butun son bo'lsa 12 bo'lsin deb qimmat beradi. Ana degan ayinti max deb birni aniqlab buningga bir funksiyaniki masalan qaytgan qimmatini bir funksiyaning qaytargan qimmatini funksiya shu o'ziniki kod rayonida masalan kod masalan o'ziniki funksiya gavdasida ijrolab oxirida qaytgan qimmatini max deganga berdi. Navbatga masalan get max buniki o'zgarguvchi miqdorga biz a bilan b ni beribdik. Buni parametr deymizmi a bilan b ni. Buni parametrga biz a bilan b ni berdik. Demak bu funksiyaning alohidaligi bo'lsa, mush 10 bilan 12 ni solishtirib Müşna ichidagi hamda cho'ngini qaytarib berish bizga 12 ni qaytarib berish demak. Ma funksiya qaraydigan bo'lsak, biz bayatdan hamda buma bir xil hamda darsniki keyingi mazmunlarda so'zlaymiz, buma hamda so'zlashtirish usulimiz shunday buyruq jumlasi buma. Masalan if else deymiz, switch deymiz, for deymiz, mushlarni hammasi har xil uchur bir taraf qo'yganmiz, soliq miqdorlarini bir taraf qo'ygan bu har xil buyruq jumlalar, kontrol jumlalari deb qo'yamiz. Yine buyruq cümle. Tövendeki programlarni men ko'pchilikniki o'zidan yezib chiqishga qo'yib qo'ygan. O'zlarini yezib yiqib, o'zini doğrab yezib yiqib, masalan, buningdagi hamda masalan qanday qilsizlar desanglar bu topshiriq qanday bu. Buningda qanday qilsizlar desanglar, masalan sizlar hamda tövende 3 sonini solishtirib, 3 sonni parametr qilib, masalan, int a b c deb 3 sonni parametr qilib, bu 3 sonning ichidagi eng kichikini qaytaradiganni javob tildim biz berganmiz. Kichikini qaytaradiganni. Ya'ni agar tushunmay qolsanglar, buni biz topda o'zimiz qo'shimcha so'zlagan chaqda biz yozib baqsaq bo'ladi. 3 son jumamaydi. Bayatini berib biz 2 sonni qildik. 3 sonni ABC deb 3 sonni aniqlayib, shu 3 sonni mujniki mani keyiniga ya'ni pesh qo'yib INTC deb 3 sonni anandiki program gavdasida anandiki o'zaro solishtirib, masalan A bilan B ni solishtirib, masalan B A dan kichik bo'lib qolsa, undan so'ng B bilan C'ni solishtirib, masalan mesela B C'den kichik bo'lib qolsa, demak A bilan C'ning har ikkisini kichik bo'ldi, undan so'ng B eng kichikka deb B'ni qaytaradigan degan ekan. Shunda o'zinglar eng qisqa, eng tushunishli bo'lgan shunda o'zinglarni tushuntishiga asosan biz yozib berganmiz programni. Endi yuqorqi bir qancha programlarni diqqat qilgan bo'lsak, yuqorqi bir qancha programlardan diqqat qilgan bo'lsak, endi har qaysi tillardagi izli chekvaldan biz mundaq bo'lgan bir qancha alohidalik egamiz. Har qanday bir funksiya main funksiyadan boshlanadi. Eng az degan chog'da bir main funksiya bo'lish kerak, o'zish kerak. Shu qolgan boshqa funksiya shu main funksiyalarni endi ichida o'zaro endi shu buyruq berib shu ijro qilingan bo'lishi kerak. Bizlar main funksiya boshqa funksiyalarni o'z ichiga olsa bo'ladi. Endi bir funksiya ikki qismdan tuzilgan bo'ladi, ya'ni bir funksiya ikki qismdan tuzilgan bo'ladi. Ya'ni funksiyaniki izohat qismi ham funksiyaning gavdasi. Ma'va hamda ustidagisi masalan funksiyaniki izohat qismi ham ma'va. Ma astidagisi bo'lsa, ma cho'ng tirnoqdan boshlab yana bir cho'ng tirnoqda cho'ng skobkada oxirlashgani bo'lsa, funksiyaniki mush rayondagisi funksiyaning gavdasi bo'ladi. Bu funksiyaning gavdasida biz har xil sonli uchurlarni bir taraf qiladigan programmalarni yozamiz. Andaki üçüncüsü mayli C tilida bo'lsin yoki mayli Java tilida bo'lsin va yoki C# tilida bo'lsin, har bir jumlaning keyiniga cho'qim bir chekitlash qo'yildi. Bu hamda programmaniki, Java tiliniki, C tiliniki, C# tiliniki, shu alohidligi bu. Cho'qim shu masalan mana qaraydigan bo'lsak, cho'qim shu programmaniki mana har bir jumlaning keyiniga har bir jumlaning keyiniga cho'qim chekitlash qo'yildi. Bu chekitlash hamda shu chog'da bir jumlaniki oxirlashganligini bir qurg'u, bir buyruq jumlasiniki oxirlashganligini bildirdi. Hamda bir qurg'a bir qancha buyruq jumlasini yozsam bo'ladi, birli buyruq jumlasini yozsa bo'ladi. Buning chekligi yo'q. Masalan, bir qurg'a bir qancha buyruq jumlasini yozsam bo'ladi. Hamda biz ma'ni tartibga, ma'ni keyini qo'yib qo'ysak bo'ladi deysiz, ama
oldida men nim bo'lg'achqa masalan izohat bo'lg'achqa men ko'rinmay qoldim masalan men tartib etib meni keyni qo'yib qo'ysam bo'ladi. Demak o'g'lim hamda bir qo'rda masalan ikki buyruq jumlasi bor bo'ldi. Birsiga atan 29 degan buyruq jumlasi, yana birsiga atan 28 degan buyruq jumlasi. Buning ham cheklimi yo'q. To'rtinchisi hamda mashxus malxil usul orqali biza shundoq tushuncha beradigan, izohat beradigan usul orqali Java tilida yoki C tilida yoki qolgan tilda hamda mush qism shunaqa izohat bersak bo'ladi. Izohat hamda taqqur yoki ko'pqur bo'lsa bo'laveradi. Cho'qim shundan boshlanib, shunda oxirlashish kerak. Masalan, ma'noga o'xshash izohat bersak bo'ladi. Masalan, get max deymiz, a birinchi parametr, b ikkinchi parametr, mavrayoni hamda a bilan b ni silishtirib cho'ng sonni qaytirdi. A bilan b ni silishtirib cho'ng. Bunga o'xshash izohat bersak bo'ladi. Hamda bugungi darsniki hamda xulosalab kelgan bo'lsak, biz birsiga programniki nima qila oladigan tushunish. Masalan, bir programning gavdasi qanday bo'ldi, nimalarni o'z ichiga oldi, Java programmasi qanday package quramiz, qanday bir Java project quramiz, packageniki nima alohidaligi bor deganlarcha biz buni qatamizdan tushunish. Ikkinchisi bir oddiy programlarni ko'z oldiga keltirib tushunish, Endi oxirgi maqsad bizniki Android o'rganish bo'lgan ekan, bu Java'ni ham biz qo'shimcha qilib so'zlagan edik. Buni bek tafsiliy to'xtamaymiz. Bu Java'ni agar tafsiliy o'rganib kelgan bo'lsak, bu Androidni biz tushungan bir darslik endi. Nurg'un mazmunlarni o'z ichiga oladi bo'lmoqchi. Shunga buni biz faqat tafsiliy to'xtamaymiz. Ba'zi bir qism endi cho'qim Java masalan Android o'rganishda cho'qim bilishga tegishli mazmunlarni so'zlaymiz. Cho'qim bilmasa Android o'rganmaydigan mazmunlarni so'zlaymiz. Bu har bir mazmunlarni so'zlab o'tirishga bizniki vaqtimiz yetishmaydi. Bo'lmasa keyingi Androidni oldirab so'zlaydigan ish chiqib qoladi. Hamda biz bayatdan har qanday bir funksiya main qanchadan boshlanib, main qancha tugaydi dedik. Main qanchadan boshlanib, main qancha tugaydi. Hamda biz Androidniki oxirgi maqsadimiz Android o'rganmak. Shuning uchun biz Androidniki hozirda Androiddan main qancha qayerda biz ko'rib boqamiz. Ben bir yerden Android Project'te bir project numarı kurayım. Android Project'te bir project numarı kurayım. Salam. Android Project numarı kurayım. Mesela ben bununki endi növetki mesela STK API'si işletilgan API'sini 4.0 en küçük işletilgan API'sini 4.0 anandaki Silishtirgan API'sini topmalar hech qanday farqında. Stylesi hech qanday bo'lmagan style deb beradi. Bilmagan kim növetki muomalat qiladigan package namesini, packageni bayatdan tushuntirib o'tdim. Package bu Android'dagi package name deganimiz hamda Androidni oldingi soatim so'zlab o'tdim. Birdan birliqini bildirdi. Ma'lum bir telefonda yoki ma'lum bir Android sistemasida mush package namesi birdan bir bo'ladi. O'xshash package name'li ikki programmalar ma'lum bir Android sistemasida. Endi hozir Android sistemasini men telefondan boshqa nurg'un narsalarga qachlayotgan. Masalan, mail televizor bo'lsa, mailda odatdagi aqliy iqtidorli ko'zaynik bo'lsa, nurg'un narsalar qachlab Android sistemasini yetkazishchanlik bo'lganlik uchun nurg'un narsalar qachlab turadi. Shuning uchun bu birdan bir bo'ladi, mayli har qanday Android sistemasida bu birdan birlikni bildiradi. Ma'lum masalan biz masalan Comcheck'ga testnetchek QQ deb qo'ysak, o chaqda QQ qachlangan programmaga masalan Chemin bo'lmasa, masalan bizniki Chemin deganni deb tarjima qilsak, Chemin deb bo'lib keyingi darsda so'zlaymiz, uni shu chog'ni hozir shunday so'zlab shunday vujud bo'lmasa, uni aslini ololmaydi QQ. Masalan, men ma'noda miyalani hamsini masalan skit kaltı tanışıp birer miyalani hamsini direkte koyayım. Uygurcha sanım bo'ladi abi, Uygurcha sanım bo'ladi. Mesela miyadan anaki mesela yuki ayki işte de tarafı
Mana o'xshaydi mumkin o'ttirib mana jonli sizin tanlasangiz quruq eshituvchilarni qarayman. Quruq eshituvchilarni bir qurgan ekan. Bizning asosiy maqsadimiz endi o'sha Android'dagi masalan main funksiyasi. Mana qaraydigan bo'lsak, boyagi Java funksiyasiga aslida o'xshamaydi. Nurg'un masalan ESET deymiz, SRC deymiz. SRC'niki o'rnalada masalan main activity deb masalan Script biz qurgan package namesini qurib beramiz. Qaraydigan bo'lsak, anadagi miyada REST deb nurg'un hujjatlarni qurib beradi. Yani buniki ham de main funksiyasi qayerda desam, mana shu Android manifestni ochadigan bo'lsak, manifestni ichib ko'rib qolgan bo'lsak, buna diqqat qiladigan bo'lsak, action deb turdi bu yerda Android intent action main deb turdi. Main deb turdi bu yerda. Demak bu naq shu main funksiyasi. Shu bir qurni evatsam buniki bu programma qo'zg'alish eg'izini topolmaydi. Demak bu programni biz qo'zg'atamaymiz. Programni qo'zg'atamaymiz. Ma shu main funksiyasi dedik. Hamda men buni evitib bir qo'zg'atib qo'yay. Dastlabda olmay turib bir qo'zg'atib qo'yay. Olmay turib qo'zg'atib olsak. Ben buni qaraydigan bo'lsak. Hello world deb chiqdi. Hello world deb chiqqandan keyin biz endi men buni evitib bir qo'zg'atib qo'yay. Evitib buni qaraydigan bo'lsak, miyada mana bu evitib men qo'zg'atib qo'yay. Qaraydigan bo'lsak, u yo'qolib ketdi. Yo'qolib ketdi bu demak buniki main funksiyasi yo'q bo'lgandan keyin buniki ham kirish yo'q degan so'z buniki. Kirish yo'q degan so'z. Qo'zg'alanmaydi degan so'z bu. Qo'zg'alanmaydi degan so'z biz qaytadan yozib qo'yib qaraydigan bo'lsak chiqdi avtomatik chiqdi. Andiki yana bir masalan bir programmada bir qancha qo'zg'alish eg'iz bo'lsin bo'ladi deydi. Men hozir mega activitydan yana birini quray mega. Men mega activitydan yana birini quray. Activity 2 deb birini quray mega. Activity 2 deb. Activity 2 bo'lgandan keyin extend this activity activity'den şikayet'den bunu kurdum hemen. Buna uncreate deb qolgan desa, mendeki memory view Hayatımız depotda bir programda bir qancha qo'zg'alish olsin bo'ladi dedik. Demak, unda olsa men activity'dan yana birini qurdim bu yerga. Endi bunaqa activity men ikkini beray bu yerga. Activity 2 deb beray. Buna bergandan keyin miyadagi hamda ismi nima chiqadigan ismi nima men activity 2 deb berib qo'yay. Endi biz ma'ni ijro qilib qarab qo'yay. Ma'ni ijro qilib qarab qo'yay. Qarab qo'yadigan bo'lsak, avtomatik boshda mesela hello world deb chiqadi. Bu ijro bo'lishi hello world deb chiqadi. Endi biz ijro qachilgan muhitga qaraydigan bo'lsak,
Miyada bir activity ish kerak turdi. Miyada activity deb ish kerak. Miyada endi boyamqi ma'noga ismni xato berib qolibdi. Siz Salam Android deb yozmoqchi edim. Miyada bir turdi, miyada bir turdi. Endi men bayatdan qo'zg'atganda ko'pchilikmi ko'rdi, tunchisida ma'vo qo'zg'aldi, tunchisida ma'vo qo'zg'aldi. Endi men ma'ni bisbaqaya, bu o'xshash bizning programmadan kelgan, bir programmaga ishga kirish. Demak, ma'niki avtomatik bu activity ishkini qo'zg'atdi, avtomatik activity ishkini qo'zg'atdi. Buni qanday qiladi? Bunda usulni qanday qiladi ishlatamiz desak, endi bir qancha bir programmachiga bir qancha masalan iqtidorlarni qitayotgan bo'lsak, masalan, o'zi ba'zi iqtidorlar o'z oldiga bir app bo'la olgan bo'lsa, masalan bir tekshirish deylik, masalan mashina nomerini tekshirish, andan keyin masalan tok pulni tekshirish deb bo'lgan bo'lsa, endi agarda ba'zi narsalarni qulaylik qilish uchun masalan doim ishlatadiganlarni masalan activity shaklida chiqarib qo'ysa bo'ladi. Uni ayrim bir app qilishni hojati yo'q. Bir cho'ng appning ichida ham ishkital o'zida iqtidori bo'lsa, shuni chekkan zamonda avtomatik shu iqtidorga kirdi. Bu ham bir xil hamda bir qancha qo'zg'alish ishki bor degan so'z bu. Endi men ma'ni oldiga qo'yib qo'yay, mana oldiga qo'yib qo'ysam nima chiqadi? Masalan, ma'ni oldiga qo'yib qo'yib, men ijro qilib boqay, mana. Oldiga qo'yib ijro qilgan bo'lsam, ijro bo'lgan zamonda ikkinchisi qo'zg'aldi. Demak, qaranglar, shu applicationning ichida qaysi main tunji uchirgan bo'lsa, shunisini ham avtomatik tunji qilib qo'zg'atib berdi degan so'z. Bu ham demoqchi Androidda bir qancha masalan main funksiyani so'zligimiz Androidda main funksiyasi qaysi? Andan keyin bu main funksiyaniki qanday iqtidor bor? Main funksiya masalan Android main funksiya qayerdan kiradi degandek shu andan keyin main funksiyani bir qancha bo'lsin bo'ladi degandek iqtidorlarni tuzib